Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadisi shariflari: "Ra'aytu laylatal mi'raj nahran ma'uha ahla min al-'asal va abradu min al-thalj va atyabu min al-misk. Faqultu li Jibril: ya Jibril, liman hadha? Qal: liman salla alayka fi Rajab. Allohumma salli va sallim va barik alayhi." Mi'raj kechasida bir anhor ko'rgan edim deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Mi'rojga chiqqan oylari Rajab oyi bo'lgan edi. Hozir Rajab oyida turibmiz. Mi'rojga chiqqan vaqtimda Mi'rojda bir kechada anhor ko'rdim. U anhordagi suv dedilar asaldan shirin, qordan sovuq, miski ambardan hidi shunaqa shirin dedi. Shunaqa suv oqyapti. Jabroil alayhisalom yonimda edilar. So'radim: "Ey birodar Jibril, bu suv kimga nasib qiladi? Kim ichadi bu suvni? Qaysi bir payg'ambarning ummati ichadi?" deb so'raganimda, Rajab oyida sizga salovat aytgan ummatingizga Alloh nasib qiladi degan ekanlar. Allohumma salli va sallim. Demak, mana Rajab oyida namoz o'qiyapmiz, salovati sharifalar aytyapmiz. Allohdan umid qilib shu jannatdagi Havzu Kavsar suvlari, jannatdagi asaldan shirin, qordan sovuq, miski ambarni hididan shirinroq suvlardan Alloh nasib qilsin deb umid qilsak bo'lar ekanda. Anibu ila robbikum vastaghfiru min zunubikum wajtanibu anil ma'asi fi shahril haram wa huwa Rajab dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh jalla va aloga yolboringlar. Xudoga bog'laninglar. Allohdan hojatinglarni so'ranglar. Parvardigor jalla va alodan gunohinglarni kechirishlikni so'ranglar. Gunohlardan qaytinglar. Bu shahrul harom, ya'ni Rajab oyida. Banda Xudoga yaqin bo'ladigan, Xudoga bu oy Rajab oyida hatto urush ham harom qilingan oy ekanda. Odamlar shu vaqtida bir-birlar dushmanlar bir-birini ko'rib qolsa, Rajab oyida ro'para kelib qolsa, bir-biriga g'azab qilib o'tib ketar ekan. Urush harom ekan. Shu ko'rib bo'lsam uraman deb turgan odamini ko'rsa, Rajab oyi kirganligidan urush harom bo'lganligi uchun so'kinib o'tib ketar ekan. Alloh hammamizni duolarimizni ijobat, gunohlarimizni mag'firat qilgin, dunyoligimizni va oxiratimizni o'zing obod qilgin. Yer yuzidagi mu'min va mu'mina, muslim va muslimalarning gunohlarini o'zing kechirgin.